Mana bu slojlar 400 ming, kichkinalar sal unga aniqroq, mana bu kattalar 400 ming har metr. Endi oke ishi ham og'ir-da. Yo'q, ishi og'ir. To'g'ri. Lekin penoplastdan xuddi mana shu uzor qilib berilishini o'sha payt bilganmiz, bilmaganmiz. Yo'q, paytda yo'q edi, yumshoqlari bor edi, ana qushni cho'qib ketardi. Keyin bolalar nimadir tosh ostida bosh qilsa, osilib yotgan bolalar o'shancha qilmaganmiz u paytda. Endi hozir endi chiqdi-yu, bu 4 yil oldin bo'lganda. Zo'r. 4 yil oldin yumshoqlari bo'lardi ko'klarni, qattiq uz bo'lmasdi. Men 400 mingligini to'g'ri hozir eshitdim, bor. Kapalagim uchib ketdi. Agar 400 mingligini bilsam, men qildirmay qo'ygan, tekis qora olardim aka. 400 ming. Ancha arzon. 12 sm mana shu yonib turganimdan ichkez 12-15 atrofida turibdi-da. Mashirin 1 metr bor-ku, 16 ming so'm, 15 ming so'm aka. 1 metri yopishtirib berishi 20 ming so'm bor. Yopishtirib beryapti, 30-35 ming aylanadi. Mana shu Romiz bor-ku, bitta Romiz. Taxminan 200 mingga borar emas, yoki 200 ming bo'ldi degani ham, mana shu ish taxminan 100 dollar bilan ishib bitib ketadi aka. Eng asosiy aytaman, mashina tegib qo'yaman, qattiqlik proshni biz necha bor uni urib, yorib, test qilib necha marta qilib berdik. Endi o'sha payt bilganimcha qilardim. Men hozir Zafar akamga men qo'shning o'sha maslahat bera olmayman. Aka, qarang, mana qilingan uy bilan aka qilinmagan uy ancha farq bor-da, qarang. Undan keyin travertin qilingan, undan ham yaxshi dahshat chiqqan. Xullas. Okay. Travertinchi borlar? Travertin emas, Gavhar degan yangi narsa chiqqan, o'shani qilib oldik. Voy, mashalloh, hozir ulardan ham o'tib olib ko'ramiz.